Ularni registratordan telefonga Wi-Fi orqali o'tkazsa bo'ladi. Registratorimizni korobkasini o'ng taraf pastki burchagida QR joylashtirilgan. Telefonimizdan shu QRni skaner qilamiz. Programmamizni загрузкаga bo'ldik. Programmani ochamiz. Добавить устройство. Добавить устройство qilganimizdan keyin bu o'zi устройство qidirishni boshlaydi. Uchani ustiga bosib, sistemli menyu, sistemli menyuda informatsiya o Wi-Fi. Kirib, Wi-Fi ni kodini topib qo'yamiz. Daily qilamiz. Wi-Fi ulayni deyapti. Добавить устройство qilib Wi-Fi kirib ketamiz. Xo'p. Bizning Wi-Fi H30D. Nastroykada H30D chiqdi. Kodi kodga 1 2 3 4 5 6 7 8. Wi-Fi ulandi. Endi programmaga kiramiz. Programma ochdi mana. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoni saqlab qo'yinglar va bizlarni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarimizda slepoy zonani ruchnoy nastroyka qilishni sizlarga ma'lumot berib o'tamiz.